Şincan Televizyon Stansı, Şincan Koyu Medeniyet Hakkı Şirketi, Şincan Program Medeniyet Hakkı Şirketi Kardeş Bozum olarak sunan çok tutkesenler programsı, Abide Gitmek Yolu Sadas programsı. Birinci qarorliq Ipak Yo'li Sadosi programmasi muvaffaq oxirlashgandan keyin ikkinchi qarorliq Abida Ipak Yo'li Sadosi programmasi yana boshlanish oldi turibdi. Albatta, yig'in tashkillarga yetakchi ustozlarimiz diyorimizga eng qaltis bo'lgan ovozni tanlab chiqish uchun tayyor turmoqda. Qiynalda bo'lsa ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar shundaqla naq maydoniga tomoshabin do'stlar. Hammadan qizg'in olqishlarimiz bilan ularning bizga elib kelgan o'xshash bo'lmagan eng qaltis bo'lgan anglash tuyg'usidan birlikda huzurlandimiz. Ular bo'lsa Abdulla Abdurahim, Nurnisa Abbas, Gulshat Raydin, Adila İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası. Sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası. Yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası. Hoş avazlar
sadası İpek yolu sadası Sevginin yok çilesi Kuş ağızda seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Kuş ağızda seynası İpek yolu sadası Wow, qanonda qolsa qizg'in olqishlarimiz bilan Abdulla Saknasining yetakchi ustozi Abdulla Abdurayim. Nur Saknasining yetakchi ustozi Nurnisa Abbas xonim. Al-Rai guruhining yetakchi ustozi Dilshod Rohidin apandi. Melodiya guruhining yetakchi ustozi Odila Sida xonim. Diyarımız ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopan texnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Albatta, bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan mehr yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ishbar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, programmamizning 1, 2, 3, 4 darajaga erishgan mahirlari o'xshash bo'lmagan katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1 darajaga erishgan mahirimizni Kamron buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamron Sodachek shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimizni diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopan texnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. 3. darajaga erishgan mahirni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ishbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. 4. darajaga erishgan mahirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxonasi Xinjiang Mo'tabar Sodachek shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, shundaqla hurmatli so'zlar 4 ustoz. Ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasining imtihon bosqichi hozir boshlandi. Qanday qolsa bu san programmamizning tunji mahiri Saknamizga marhamat. Assalomu alaykum, mening ismim Arafat Abdushukur. Men Ili diyorining G'uljin noyasidan keldim. Mening yoqtirib anglaydigan naqshlarim xalq naqshlari, ommabop naqshlar. Mening bu yerga chiqishga maqsadim o'zimning naqsh o'rinlashdagi qobiliyatimning qanchaligini bilib beqish maqsadida bu yerga keldim. Menga bog'liq ustozlarning yaxshi taklif fikrlar berishini umid qilaman.
El işki vücudumda Güç vurup dişi kaynar El işki vücudumda Güç vurup dişi kaynar Hadi avaz lazım sizge. Mecbur ekan. Ollu sol çıkıp bile Tomurum taşta yer Tomurum taşta yer Kaçtı kızıl nurlar Üstünge kuyaşta yer Kaçtı kızıl nurlar Üstünge kuyaşta yer Üstünge kuyaşta yer Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Aziz tomoshabin qarindoshlar. Ili diyorining G'ulji noyisidan kelgan Arafat Abdushkurdan hammanglarga o'tliq salom. Vay. Sizning ovozingiz aşı ili diyordagi Davudjon Nasir va ovoz deganning shunchalik seg'inib tikanmiz shu ovozlarni. Hozir mushu Ipak yo'li sadosida mushu ovozni anglaganligimizdan shunday faxrlandik. Siz köpten köp rahmet. Sizge aylanmasligimdagi sabab sizning naqshini yaxshi aytolmasligingizga sabab emasmi? Men sizchilik aytolmayman, mush xalq mushu naqshini. Sizchilik aytolmayman, buni e'tirof qilishim kerak. Ammo sizning ovozingizning tusi bek chiroyli bu Dilshod Turaydin efendim o'rildi, Adila xonim o'rildi siz uchun. Mush ovozingizni tavsiyalarim o'zgartmang. Rahmat. Mush ovoz mushu yeshil sayga o'xshash bizning yeshil yemekliklarimiz o'xshash. Yemeklik. Shundala shu hech qanday xuruj qo'shmagan shunda tabiiy bir ovozga o'zingiz shu noida xizmat qilamsiz yo Xizmat qilmayman, mening kasbimiz ham kasb dehqon, shu dehqonchilik bilan shug'ullanaman. naq shu shu yurgingizdagi hamma nimangiz shu ovozda chiqyapti-ku. Biz ham dutor chalmayapmizmi? Dutor chip. Dutor chelib aytsiz odatda. Mushu ovozning o'zi siz shu Davudjon akamning rahmatlikning ovoziga o'zingizmi havas qildi ekansiz a? Shundoq ha. Shu jutdimi ular ashla damdi sizni. Ashla deydi ha. Nima deydi ular? Meni shu kichik Davudjon Nasir deydi. Dal o'zi. Kichik Davudjon Nasir. Xo'p. Yaxshi qo'yibdi. Menimi anda kichik Davudjon Nasir deydi burun. Anlagan. Siz ham kichik bo'lmadingiz, men kichik bo'ldi, siz o'ttiranchisi bo'ldingiz. Ben çoğu ketdim hozir çoğu. Men bu kichik vaqtimda Davudjon akamning naqshini intayin yaxshi ko'rdim-da. Radioda bir ikkila naqsh bor-da. Eng dastlab chiqqan. Shuni shu vaqt shu radiodan olib bugun ilib etsam hammadan shu Davudjonga o'shunda o'xshaydi. Mening naqsh etish uslubimda hozirgi xalq naqsh etish. Shiv puroq bor-ku, naqshni ilish shiv puroq Davudjon akamga o'xshash. Lekin ovozim o'xshamaydi. Burun ovozim o'xshashdi. Sinondan bekarak o'xshatdim men. O'zini qo'ygan dehqon bo'lgan kishi sallab qo'ydim bo'lamdi. Bo'ldi. Qachon sallashmaymiz o'ydigandiki. Mushu naqshni eshitdim men kichik vaqtimda. Shalqillag'ay sing'aqsay tag'lani debda eshitdim. Dillasher bitil tamsay qandaymen notaymen deb eshitdim. Ha. Doğraydı ama küçük.
Hazır endi ondan akşaysak bo'lmaydi mi? Sen dehqon bo'lgandan keyin yani eshikli yemaklik bo'yicha turing va. Aşı bo'yicha etil va qara. Sen oldin hech qachon biz o ovozing yopiloq kel. Nafsing tuvanga tushmidi degan gapni hech kim demaydi sana. Dilga şerbetin tamsa Qandayman mada aytgan başına açta aytding. Oldu diyeni bir sim açta aytdi. Qandayman navatayman Dilga şerbetin tamsa Qandayman navatayman To'liq chiqdi. Alamet. Alamet. Men sizga mush eli xalq naqshlari to'g'risida ta'lim bera olaman, chunki men eli xalq naqshini anglab cho'ng bo'lganchu. Ikkinchidan, sizning hozirgi ibtidoiy ovozingiz yuanshongtay deb qo'ydim. Mush dastlabki holatdagi mush ovozingiz bilan zamonaviy uslubni qo'llangan vaqtimizda inglizcha world music deydi, dunyoviy musiqa barpo bo'ldi. Agar siz menga egishib, ashundaq uslubdagi bir narsani, bir san'at, bu bir san'atdan turi dunyoviy musiq degan shu joyga deydi. Xuddi men bir misol keltirib qo'yay, mashrab yo'q yerda degan naqshini shunday yuanshongtay ovoz bilan, ibtidoiy ovoz bilan, hozirgi uslub bilan birlashtirib aytgan. Men shu xil uslubdagi naqshidan birini siz uchun tayyorlayman. Bir nechini danga taxir. Hatta bir nechini. Ha, menda desa, endi siz qo'rqib ketmang. Boshqacha qilyotdigan o'xshaydi deb. Yo'q, sizga sizning ovozingiz lazım menga. Shunchalik tabiiysi yeshilsay dedi-ku. Menga naqmish yeshilsay lazım. Qolgan qo'rimini men usta qo'riytman. Rahmat. Ikki muallim siz uchun mana shunda o'rindiq aylantirib turibdi. Siz haqiqatan ili dehqonlarning ruhini, ili dehqonlarning ko'nglini mishad o'tgan qarindoshlarimizmi tushundi. Elib keldingiz, bizga ifodalay oldingiz. Shuning uchun biz naqshingiz bilan aylanib qopdik oyoqda-chu. Mavla aylantiribdi, biz aylanib qopdik. Yaxshi ko'ramiz sizning ovozingizni. Ben doğrusu aylansam baribir qaytib ketgan deb o'yladim. Aynan bir. Meni o'rindig'im chataq shuning uchun bir necha qitim peqirab yurmamiş edi. Shari o'ldimi debmi? Ha, yaxshi. G'ozliqda. Yanmidi? Isil. Chaq sharek chep kelib ketgandim bilan. Xo'p, hozir sizga tanlash navbati kelib qoldi. O'zingiz bir muallimni tanlang. Dilshod apandim va Odila qiz. Sizning tanishingiz? Mening tanlashim Abide soda suyunun huzuru başqacha. Abide soda suyu. Jasoratlik bo'lin. Abide vitaminli quvvat ichimligi. Kamera bizi tanış, yeydu hanna bu vaklar. Kamran bulmadı yiyecekçe kuvvet tapar umaklar. Bulmak yeydu umaklar. Kamran yeydu umaklar. Tanışız yeydu umaklar. Kamran 360 gradus bu vaklar kuvvet bulmakı. Altın güher. Xalqaroliq GMP'si o'lchimida ishlangan oltin guhar dengiz yosini quvvat malhami teri ostidagi qo'g'ishun, simab, arsin qatorliq ziyonli moddalarni chiqarib tashlab, zahar qaytarib terini sog'lomlashtiradi. Oltin guhar oqsilliq quvvat malhami ozuqliq to'liqlab, hujayralarni jonlantirib, terini yoshartiradi. Go'zallikning guhari oltin guhar quvvat malhamlari. Çay dostum, çay. Mana. Bugün sizler içip kanmadınlar. Ben demlep harmadım. Sizlerge çaynakta emez, çilekte toşup versem bulamdım değil mi? Bugün bu çayınızı kanmadık kotan. İşçinizge şaltı yeri vapsiz. Meni çay içemez su tuşuduğun mırap kılı vapsiz. Bugün çayınız bek isil bu. Kümülni eyligen mayıl.
Meni ham aylagan qoyil. Tamom joy ahliga manzil, uning kim ismidir Nozil. Mandaqmı isil çay bakende, şunu çayxananız qaynaydı kende. İçing, yaxshisini içing. Diyarımız içimlik sahasındaki Abide soda suyu ve meyve şerbetini işlep çıkarıvatkan Şincan Abide Biyoterkeklik Terapiya Çekti şirketi Mahir Varga Ahmet Bileydi. Bu programımızda mekri muhabbetle özüge mizan kılan mekri yürüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılan. Şipar biyoteknologiyası samimi asker duru. Programımız hazırda başladı. Benim tanışım Zilşat Raydan efendim. El işki vücudumda İpek Yolu Sadası'nın 2016 yıldaki yangi karvanları sep düzüp yolga çıktı. Tuncu mahirimiz Arafat Eli Deryası'nın salamını ilip gelip Ustaz Zilşat Raydan efendimden grup sıvıtallandı. Oy mübarek olsun, mübarek olsun. Benim ismim Yusufcan Turgun. Özüm Kashgar vilayeti Yansar nahisiden geldim. Benim kesbim o'qituvchi. Mening qiziqishim bo'lsa, ommabop naqshlarga ko'proq qiziqaman, ham shuni yoqtirib aytaman. Bu İpek Yolu Sadasi programmasiga qatnashishlik sababim o'zimdagi bor iqtidorni namoyon qilish, ham joriy qilish maqsadida o'sha İpek Yolu Sadasi programmasiga qatnashib keldim. İnsanın cini alımdır dünyanın insanın cini alımlar alımni diller kadrini alımlar alımni diller kadrini yurtimiz alımni edibnin kani fakirlen dünyada Mahmud Bekir'in kimin varmışında alimi telmi fakirlen dünyada Mahmud Bekir'in Şerq ilim dünyası şireyi gane bir yıldız şunca sap şunca nurane Ecrige kayıldır öz ve bigane Fakirlen dünyaya Mahmud Vatini Kimin varmışında alimi kalbi Fakirlen dünyaya Mahmud Vatini Mahmud Kaşgiri Fakirlen dünyaya Mahmud Vatini Kimin varmışında alimi kalbi Fakirlen dünyaya Mahmud Vatini Divandır Türk dili İrfan gaznimiz Mıncıl diyen burun ki Bilim bellimiz Ölçsün şu bilem Dünya gaznimiz Fakirlen dünyaya Mahmud Vatini
Mahmud ve dini Kimning varmış şundaq alimi qalmi Faxrlan dunyoga Mahmud ve dini Kimning varmış şundaq alimi qalmi Faxrlan dunyoga Mahmud ve dini Kimning varmış şundaq alimi qalmi Faxrlan dunyoga Mahmud ve dini Kimning varmış şundaq alimi qalmi Faxrlan dunyoga Mahmud ve dini Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zingizni bir tanishtirib o'ting. Men Azizani Qashqar diyorining Yangsar noyasidan keldim. O'zim boshlang'ich maktab muzika o'qituvchisi. Muallim ekan meni. İsmingiz? Ismim Yusufjon Turg'un. Bu naqshning qiyinlik darajasi xili bor. Buni naqsh etish, bo'pmi shu xalq naqshi etish saviyasi, texnikasi bir qadar xil bir saviyaga bag'a adam o'rlayoladi. Endi bir naqshiga men demoqchi bo'ldim, o'z oldiga uslub yaratish bak yaxshi. Garchi naqshi bir bo'lgan bilan, uni o'rinlovchi ayrim-ayrimga shunga hamma odam o'z oldiga bir uslub yaratsa, bu yaxshi bo'ldi. Buningki mushijaatni izning, andan boshqa ovozingiz taz turaqli bo'lmadi mana naqshida-chu. Faxrlan dunyoga Mahmud vat kel faxrlan dunyoga Mahmud vat asha bir shiv puroq tuzib qoldi. Shivis shu azroq asha milliy puroq bayali asal tuzib qoldi. O'lsak bo'libdi. O'lsak bo'pti-ki. Bo'pti-ki. Toza inchik qarayolmay qolsanda. Inchik quloq Aqs o'tirib qusurizda o'tadi-da qachon. O'zin tunishtirgan vaqtidagi ovoz nayt yangroq ochiq, yo'riq chiqyapti-da. Naqshida g'uvaliq bor. Balkim shu Shirali inimizning uslubini o'rganaman deb balkim shu yoq tatgan bo'lishingiz mumkin, a? Aslida o'zingizning ovoz yo'riq-ku. Hammadan o'z oldiga ovozi. Ming o'xshab ketgan, men o'xshamaydigan yeri bor. To'g'ri. Shuning uchun sizning ovozingiz faqat Yusufjon sizga xos. O'z oldingizga ovozingiz bilan hamma ustozlarning aytqinidan o'rganib, tama ko'l bo'ldi. Anandan keyin mukammal bo'ldi bu naqsha. Ammo bugun mana Adila singlimiz o'sha sizniki yana boshqa muallimlar his qilmagan bir ortiqchilikni his qilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizni Adila guruhiga qo'shilganligingiz bilan tabriklaymiz. Muborak ismidir. Wow! O'quvchilarda bir xil salofat, tamkinlik va chinlik bo'ladi. Yusufjon muallimda bo'lsa, buningdan boshqa yangroq, pishqan, jiq tavlangan ovoz, yuqori o'rinlash saviyasi bor ekan. Bu saviya texnik yuqori ko'tarilgisi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida suda suyi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopan texnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan, mehri yurishlik yuvish buyumlari alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ipar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Abida suda suyi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopan texnik taraqqiyot shirkati mahirlarga omad tilaydi. Mening ismim Qaysar Ablar, men o'zim Urumchidan. Asosli yoqtiradigan musiqalarim bo'lsa, jaz, blues, bossa nova, anaki ammabop naqshlarni nayt yoqtirib anglayman, ham nayt yoqtirib aytishqamroq. Bu qatam ipak yo'li kelishdagi maqsadim o'zimning naqsh aytish saviyasini bir sinab beqish uchun, to'rt ustozning baholashiga erishish uchun keldim.
我不知不觉忘记了我方向。你问我要去向何方，我指着大海的方向。你问我要去向何方，我指着大海的方向。你让我走进你的花房，我把头都放到地上，我不知不觉忘记了我方向。你说我世上最坚强，我说你世上最善良，我明知我也离不开你，姑娘。你说我世上最坚强，我说你世上最善良。你说我世上最坚强，我说你世上最善良。我就要回到老地方，我就要走在老路上，我明知我也离不开你，姑娘。我就要回到老地方，我就要走在老路上，我明知我也离不开你，姑娘。我就要回到老地方，我就要走在老路上，我明知我也离不开你，姑娘。我就要回到老地方，我就要走在老路上，我明知我也离不开您，我的姑娘。Assalomu alaykum. Mening ismim Qaysar Ablat, o'zim Urumchidan, bu yil 28 yosh. Sizlar bilan bu sahnada yuz ko'rishganligimda intayin xursandman. Qaysar, yaxshimisiz? Men oldi bilan mushundaq uslubdagi naqsh aytganingizdan shuna xush bo'lib ketdim. Menimcha qanda sizga bizning guruh hamda muvofiq deb o'ylayman. O'ylash beqing. Naqshingiz bek yoqdi-ku. Rahmat. Men gitar çalaman. Bilaman. Ashtaq naqshlarni so'rlarda va belarda aytaman. Sahnalarda aytmoqnim bilan. Mening ashtaq naqsh aytgan ağırlarım, xizmatdoshlarim ko'p bilan hamkorlashyapman. Mening guruhimga kelsangiz, ashnadan boshqa yana duta chop naqsh aytishni mumkinman. Sizning shu ovozingizning yetib chiqqan ovozingiz menga bek lozim. Shunga men birinchi sizga yo'rildim. Yavoy ovoz bizga lozim, ha? Balki mening guruhim kirsangiz, boshqacha uslubdagi naqshlarni aytib yiqishimiz mumkin. Rahmat. Bu naqsha kimning naqshisi? Bu naqsha Suyjanning dastlabda 94-yilmi chiqargan deyning tunji naqshi. Bu adam maxsus mushundan naqsh aytadigan adam-ku deymi, ha? Suyjan degan bizning davlatimizda nihoyatda to'nilgan ayni yillari hozirgacha mushu uslubda naqsh aytadigan yoshlarning ulgusi bo'lib kelyapti. Hatto bizmi intayin, garchi undan naqsh aytmasakmi, bu kishiga intayin hurmat bildiramiz. Bu Jungodagi Yo'gun naqshi shoir deb atalgan kishi. Hozirga kelguncha yana ustoz o'rnida turyapti. Bu naqshni tanlab nihoyat yaxshi qilibsiz. Ana keyin Qaysarninki mushu meni oqisiga kelguncha o'tirishimdagi sabab bir ya ba deb o'yladim. Shu ya oxiri Qaysarning o'zining ijodiy fikrlari qo'shilgan holda o'tirsig'i chiqdi. Ustozlarimiz nihoyat yaxshi baho beryapti.
O'zingizniki shu sahnaga kelganda Ipak Yo'l Sadasi programmasiga kelishdan burun o'zingizniki pukkan arzu armonlaringiz bo'lishi mumkin. Ham shundaqla o'zingiz o'ylagan ustozlar bo'lishi mumkin, ko'nglingizga pukkan. Uni hali o'tirsa qo'ysiz, shu arzu armonlaringizni, bundan keyin nima ish qilmoqchi bo'lganligingizni, nima sabab bilan kelganligingizni bir anglab baqsaq bo'lamdi. Men bu ish qilib yaqindan muzika bilan shug'ullangan biroz vaqt bo'ldi-ku. Bu aralıqda mening atrofimda mendami yaxshi naqsh aytadigan nurg'un do'stlarim bor. Ammo ular doim ma o'yin qatnashsam, men o'yin qatnashsam deb nim desak, ya ada işte bir o'zining ishchidan saqlab qolmoqchida u naqshni. Shunlashqa mening bu sahnaga kelishlik sababim ashu do'stlarimga bir ulgu bo'lish uchun, ularning yiqimli naqshlarining faqat bizning aramizdan ham qolib qolmay, yaxshi naqshlarimizni kan xalqimizga sunsa degan umidda ulgu bo'lib kelishim. Şu dostlarınız, şu ağalarınız sizden çoğun pəxirlənədi. Gitar çalışınız yaxşı. Xeyli texniklik səviyyə egalibsiz. Muşu naqşını etmay, onun naqşını etmay. Bizning o naqşımızda muşu uslub bilan etsiniz, yenilik yarıldı çox. Bir yenilik payda bo'ladi. Bizning hozir nurg'un bolalar yenilik deb aytibdi, lekin xoslığı biraz yo'q. Tazı xoslığı yo'q-ku. Müzik taraqqiy qildi, har xil yo'l bilan. Har xil yo'l bilan taraqqiy qildi. Ammo bu uslub bilan, bu yo'g'un yo'l bilan, shu orkestr bilan, go'zal ovoz bilan, yerlik milliy ovoz bilan har xil uslub bilan taraqqiy qildi. Sizmi mushu naqsh uslubingiz bilan o'zimizning Uyg'urning an'anaviy naqshlarimizni mushtaq o'rnatsangiz qanday bo'ladi deb o'yladim. Cho'qim tirishman. Bizga uzun emas, bir kuplet yana boshqa bir naqshni musiksiz bir aytmagan bo'lsa bo'lamdi. Albatta bo'ldi, men shunda deb turardim hozir. Bo'ladi. Bu hozirning o'zida bir Uyg'urcha naqshni shu rock fraxti bir aytib qo'ygan. Oldu, iyi de rahmet. Yeterlik oldu. Mana hozir hammamiz o'zimizning ifodasini bildirib bo'ldik. Biz hozir ahvolimizni bilishdik. Shunga o'quvchimizning muallim bilan tanlaydigan bosqichga o'taveraylikmi? O'taveraylik. Mening tanlashim bo'lsa, sağlamlık sahasının yetekçisi işbar biyologiyası rayonumuzdan çıkıp xalqarada imorat topgan doğrugerlik sağlamlık sahasındaki aldı Qatardagi ishlab chiqarish korxonasi. Işbar mahsulotlari o'zguchiligi sübti bilan yaqinqi 12 yildan beri O'rta Osiyo Rossiya bozorlaridagi kuchli raqobatchilarni yengib, haqiqiy putrab turdi va soha o'lchimini yaratdi. Işbar diyorimizga qaytib keldi. Bugungi Işbar davlat ichi va sirtidagi o'lchamlashgan zavodlari sifatli mahsulotlar orqali million oilalarga sog'lomlik ato etmoqda. Sog'lomlik qiziq liniyasi 400 999 47 27. Dostlar bilan oynashib keldim yaqin yiroqdan tatlı tamlik bambukni tatlı shirin buloqdan sizdek amroq bu bambuk o'rmonlarda unmaydi tashirin buloqdan yemaganlar bilmaydi
Hey! Talant sizde. Isil tem, abide alma ve limon temlik soda suyu. Esta, qanday qilaman? Faxrining mashinasi petib qapti. Mashina petib qapti. O yerda. Hey, buninglar bunda. Yuringlar, qarab boqaylik. Mashina petib qapti. Voy, kelgan o'xshamamdi. Faxrining mashinasi petib qapti. O yerda. Buninglar, tez buninglar. Petib qapti. Allah qarindoshlar, haqli hozirmi kelib bo'ladi? Faxrining mashinasi petib qapti. Yuringlar, qarindoshlar, qarab boqaylik. Ha, kuchanglar. Bir, ikki. Ahri siz uchun xizmat qiladi. Ahri. Yolcu radike parasını işletti. Üzür aklap kendi sihir karası. Yolcu botol kiğan sihir kıldı bir sihir. Kal'er dinki közler hayran. Mahsulotlarning sifatiga Kongo xalq sug'urtasi kafolatlik qiladi. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida soda suyi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida biotexnik taraqqiyot shirkati mahirlarga omad tilaydi. Bu programmamizni Mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehr yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Shifar biotexnologiyasi samimiy askar turi. Programmamiz hozirda boshlanadi. Mening tanlashim bo'lsa, Abdulla Abdurim. 你说我世上最坚强，我说你世上最善良。我明知我 San'atimiz uchun dal mana mushundoq yangilik, yangi kuchlar kerak. Ustoz Abdulla Abdurahimning tarbiyasida Qaysar yangi g'al bilan yaratqusi. Ben Qadriya To'xtiyar. Bu yil 19 yoshga kirdim. Men Urumchidan. Men Xinjiang universitetida o'qiyapman. Men odatda ommabop uslubdagi Yevropa uslubidagi naqshlarni yaxshi ko'raman. Men bu qitimliq programmaga o'zimni sinash uchun qatnashdim.
hurmatli ustozlar, tomoshabinlar. Mening ismim Qadriya To'xtiyar. Bu yil 19 yoshga kirdim. Urumchidan Nazir Shinjong universitetida millatshunoslik kasbida o'qiyapman. Rahmat. Maktabdashkanmiz, ha? Bu naqshini o'zgacha uslubda, o'zingizning uslubida shunday yaxshi o'rindadingiz. Mening ko'nglimdagidek bir bu naqshida shunday bir ushshaq bir puraqlar bor-ku. Masalan, naqshida shunday bir ushshaq bir puraqlar bor-ku. Masalan, oy deb oldingiz. Asli u ya'ni mening ko'nglimda asra chekdi. Mushu hissiyat kam bo'lib qolganligi uchun men sizga o'rlamadim. Bu aydın ayrılayalmayman degan ayrılayalmayman. Bu naş Uyg'urcha. Hozir bizning Uyg'urcha naqshlarımızda chet ellardimi? Jiq naqshlarimiz orla O'zbekda, Turkda yerda. Endi aydın ayrıyalmayman, ay yüzüngni ko'rganda. Ay yüzüngni ko'rganda esret çektim, yarını sığındım. Muştaqo bunun asli bizning Uyg'urchasida. Buni bir shoxladimi, jiqadim itdi bu naqshni. Hozir aytdiq odamlar yomon olib ketdi. Qachon yog'ilsa bir armeniyalik bir ayol pianino bilan bu naqshni itqan ekan. Mandam etqilib ekan deb aytib oldi. Aniq biroqli yo'rildik. Burunqi bizning o'zimizning yetishda uslubi qiyib qoldi-da. Burman navbat vaqtimda to'liq kelibdi mana shunaqa jiqmaylar kelib, hammasi shu armeniyalik ayolnikidek edi. Bizning bir odatimiz bor-ku, o'zimizningini bak taqalmay, boshqa birisi aytib qo'ysa yomon taqib tutamiz. So desem şarap begen örgülmey Qashqarning jugallari tug'ilsam bakamiz naqsha. Ha yulduz aytgan ya vahha bu naqsha pir ketdi. Mush aydın ayrılamadimi? Armeniyalik ayol piano bilan bir orkestr bilan aytdi. Shunday aytish uslubi sizmi? Sizning mana o'zgacha texmi bitib buni. O'sha bir yerlarni o'zgacha bir uslub bilan hozirgi zamon bir uslublar bu. Shundan texim shunday yaxshi o'rildingiz mana. Lekin mushning qulubni qilipi yana shu armeniyalik ayolning aytgan qilipi. Herkes bizning burunqi Aziz Mahmudning, Rashida Davudning bularni aytganning nemis emas. Ovozingiz bek yaxshi ekan, naqsh aytishga bek usta ekansiz. Nima degan aylantirdingiz afroqchi bilan o'ng'ay emas aytmoq. Qadriya singlim, siz mushu aydın ayırayalmayman mushu naqshini naq maydonda mushunchalik puraq bilan aytish hamda shaxsan bizgimi sal tasqi to'xtaydi. Xil obdan mashq qilmasaqchi, mana naqshini naq maydonda mushunchalik aytishingizni ama o'ylamabdiman, ham shunday chiroyli aytdingiz. Uni ustiga siz 19 yoshgansiz taxi. Bu naqshini mushunchalik o'zlashtirib, o'zingizga singdirib, uni ustiga tushib qopdi-chi bu naqsha o'zingizga. Hozirgi zamon naqshisi her qanday uslubdagi naqshlarning eng go'zal, eng yaxshi texnikalarini qo'shib ishlatish imkoniyati bo'lgan naqshlarni biz hozirgi zamondagi naqshlar, hozirgi odamlar uchun xizmat qiladigan ommabop naqshlar deymiz emasmi? Shu alayliklarni to'liq ishlatish kerak. Shunday bo'lganda bu texnik mukammal bo'lgudek. Ammo buni siz cho'qim qila olaysiz deb o'ylab qoldik ikkimiz. Ikkimiz a? Hissiyat to'g'ri-chi, hissiyat bak yaxshi. Aydın ayrıyamayman, aydın ayrıyamayman. Xulyo'ning naqshini anlagansiz. Bu kishi ashunday narsalarni ko'p ishlatadi. To'g'ri. Ulardan foydalanish. Aqlliq odam, ha? Aqlliq. Shunday aqlliq o'tishingizni umid qilamiz. Hissiyat to'g'ri, lekin mush hissiyat bilan ma'g'imizchi, sizda bir narsa bor ekan yurakda. Shuni so'zlaymiz endi. Shuning uchun sizningki qaroringiz. Mening qarorim bo'lsa,
Mizan sizde. Isil tem, abide alma ve limon temlik soda suyu. Kamera bizi tanış, yeydu hamma bu vaklar. Kamran bulmadı yiyecekçe kuvvet tapar umaklar. Umaklar, bulmak yeydu umaklar. Umaklar, kamran yeydu umaklar. Çalışıp yeydu umaklar. Kamran 360 gradus bu vaklar kuvvet bulmakı. Her qitim mehr markasini ko'rganimda ixtiyorsiz onam mehrini eslayman. Anamdek mehrini vermezken hiç kim, anamdek düşünmesin anam hiç kim. Çetinli mehirlik sığlaştıran iken anamdan mehri çırayla. Mehri yurishlik chach sopulları. Indomie büdürlüğümüne Indoneziya Indofood şirketining dunyoga dağlıq tayyor yemekligi bo'lib 1972 yildan boshlab ishlab chiqarilgan. 2005 yildan boshlab 90dan ortiq davlatga tarqalib iste'molchilarning qizg'in olqishiga erishgan. Indomie büdürlüğümüne xalqaroliq o'lchamli bug'doy uni va sop palma qo'shib ishlangan. Hech qanday qo'shimcha tarkib qo'shilmagan, o'zgacha xurushlar silinib tayyorlangan tamlik, yeyishlik, yuqori sifatli büdürlüğüm. Indoneziya mahsuloti Indomie büdürlüğümüne. Cho'lponlar bilan rasm tushish intayin ko'ngillik bir ish. Hada, qanday qilib chashdingiz? Atiramas, bu degan mehri. Diqqat! Mehri? Mehr alaydi so'qin parashuga har bir oilaga mehr ato qilg'usi. Har qitimliq mashqdan keyin Abidos koks sharbetini ichaman. Japoniy xizmatda Abidos koks sharbati menga hamroh. Abidosni bolalarmi yoqtirib ichadi. Nashtalik ham tomoqchikimi yaxshi hamroh. Abidos koks sharbeti har vaqt har joydagi yaxshi ichimlik. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Abide soda suyi va meva sharbetini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abide biotexnik terapiya shirkati mahirlarga omad tilaydi. Bu programımızda mehr muhabbetini o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Shifar biotexnologiyasi samimiy askar turi. Programımız hozirda boshlanadi. Mening qarorim bo'lsa, Nurnisa Abbas xonim. 80-yillardagi bu zamonaviy kuyning qadriya bizga o'ziga xos uslubi bilan yetkazdi. Ishonamizki, Nurnisa xonimning yetakchiligida qadriya bizga texmi esil kuylarni sungusi. Men Güzel Aqsu diyaridan kelgan Mihray Abdulmuk bo'laman. Men Urumchi shahridan Almira Qurbon bo'laman. Biz Xinjiang San'at instituti Sho'ba san'at maktabining diktoriyasichilik kasbiy o'quvchilari bo'lamiz. Bizning qiziqishimiz bo'lsa, ommabop usulda naqshlarni yoqtirib etamiz. Biz bu sahnaga o'z ortiqchiliklarimizni joriy qildirish maqsadida ham o'zimizning kamchiliklarni tuzish maqsadida keldik. Ustozlarimizning bizga yaxshi bo'lgan taklif fikrlarni berib, biz uchun o'rindiq aylantirishini uchun ko'nglimizni umid qilamiz.
Assalomu alaykum ustozlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'rurman do'stlar. Hammanglarga go'zal Aqsu diyoridan kelgan Mihray Abdumiddin, Urumchi shahridan Almira Qurbonda o'tliq salom. Yaxshi. Bek yaxshi o'pdi. Mashq vaqtinglar sal ozib qolganligi uchun o'zinglarda ovozda egiz pastlik yuz berdi, lekin bek yaxshi bir guruh bo'libdi. Bu ikkisi mayli tanlansin, tanlanmasin, ishkinglar mangu arilmanglar. Bek esil bir guruh bo'libdi. Sizlar mush esil naqshanglar bilan shu Ipak yo'li sadasi programmasi qatnashganliginglarni qizg'in tabriklayman. Sizlar 3 naqshini bir qitimda aytib tuyatinglar. Bu sanova qilsizlar. Bu ideyanglar menga shunday yardi. Lekin o'rlamay qolgandagi sababim sizlarda haqiqatan unusadim degandek, mashq biza kam. Sizlarga yana pishib yetilish uchun yana biza vaqt mashq qilsanglar bo'ldi ekan. Lekin sizlarningki mush ideyanglar, mush ro'yinglar o'rganishga arziydi. Rahmat. Orlagan naqshanglar qiyinlik darajasi xil bor. Chunki akkordlari va aralıqda ishkanglar bo'linib itg'ayalar bor. Bu uslubim bir xil yangicha naqsh uslubi uchun yaxshi muzikasini shunday yaxshi chilindi, naqshini shunday to'liq yaxshi aytanglar, lekin bayatni yana ustozlar degandek kamchilik taraflar biroz ham ovoz turaqsiz. Ikkilarning ovozida turaqsizlik bor. Bu naqshni o'rlashning oldida masalanda ko'p vaqtda ovoz mashq bilan shug'ullanadi. Ovozni turaqlashtiramiz. Cho'qim qaymaslik kerak. Iniq joyiga desish kerak-da ovoz. Qiyib kelsa, u bo'lsa, odamga bergan hukmda yaxshi bo'lmaydi. Shu ishlarni hamkorlashinglarda gap yo'q, faqat shu ovozning sal turaqsizligida o'rlamay qoldik. Kechirsizlar. Hamma naqsha, 3 yil naqshida buni bir bo'laklik ohang deymiz-ku, eliqi yuqori o'rlaydigan ma'lumlarning ko'nglini do'lqinsimon bir hissiyotga akildigan cho'qisi yo'q. Lekin chiroyli ishki qizlar, chiroyli naqshini aytib, Ipak yo'li sadosidan iborat bunda cho'ng sahnada urug' tuqqanlarga, qavm qarindoshlarga o'z talantlarini dastlab qadam namoyon qilganlarning o'zi cho'ng natija. Muborak bo'lsin singillar. O'yinchilarmi o'z vaqti soatida po'raklaydi. Yo'llar texi uzun. Sizlarga baxt, omad yor bo'lsin. Esil aytgan naqshanglarga, hamkorlik ro'yinlarga barakalloh. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Obida suda suyi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida Biopen texnik taraqqiyot shirkati bahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan, mehri yurishlik yuvish buyumlari alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ipar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida soda suyi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida Biopen texnik taraqqiyot shirkati mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum. Mening ismim Imom Ali Qurbon Ali. Toshqo'rg'on Tojik Abdulnoyisdan keldim. Toshqo'rg'onlik san'at umakda ishlayman. Mening yaxshi ko'radigan uslubim bo'lsa, ommabop uslub xalq naqshlari. Bu yerga kelishdagi asosiy maqsadim ustozlarimizdan qimmatli taklif fikrlarni elish ham o'zimni targ'ib qildirish. Ey pari no zuk pari az bar gülsa buktari akajoyib dilbari az
ajoyib dilbari az inchi guyam digari Gül seyzirdir angrış Seyzirdir angrış Hey bir azrışti bir merüşirin Vici var göz yo zordan vi rüştvahin Hey bir azrışti bir merüşirin Vici var göz yo zordan vi rüştvahin Az baroyi gül bita dar khona meymun omadam Az baroyi gül bita dar khona meymun omadam Az Bukharayi sharif chin mohitobon omadam Az Bukharayi sharif chin mohitobon omadam Shoh agar odil naboshat mulki vayron meshawad Shoh agar odil naboshat mulki vayron meshawad Mulki vayron meshawad Mulki vayron meshawad O'zingizni bir tanishtirib ayting. Ismim İmam Ali. İmam Ali. Ali. İmam Ali Qurbon Ali. İmam Ali Qurbon Ali. Toshqo'rg'on Tojik Abdunum noylik ko'makda ishlayman. Yaxshi. Sizmi shu doim biz aytadigan gul nimanchi buncha ular qizildi degan naqshini aslisini aytdingiz, ajoyib bir xil estetik zo'q berishildi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Mush naqshingiz bilan tabriklaymiz. Ham Toshqo'rg'onda shundoq texmi so'g'aq bo'lib ketdi, yaxshidan uyami. Urumchidan issiqroq keldi. Shunda bo'ldimi? Tumakni kiyib olsam men to'mayman. Toshqo'rg'onning yatirib issiq usti so'g'ik ki. Shu beshimizga tumak kiysak bo'ladi. Beshingiz Toshqo'rg'onga tumak kiydi. Makasdan bo'lgan tumakimizdan yarishibdi. Albatta yarishdi-da. O'zi milliy kiyimida nima degan fayza. Anda qanshirim bo'lsa, menga yarishdi. Naqshni bak farq etamiz. Aldık naqshni yüksek mi etgan, aqnek mi etgan. Endi ikkinchi bölge gülnimiz shuncha qizil degan o katta 60 yillik naqsha. Endi oldidagisi keyindagisi simpsimi aytib jo'shqin. Uchini 3 bölük qilib birlab juplab akamsiz bak yaxshi. Ovozingizda gap yo'q. Alaydiliginiz vada bir ortiqchilik qilasiz. Siz degan tojik millatingizning naqshini aytasiz, alaydiliginiz va hammamiz eng oxirgi 1 daqiqada sizga o'rildik. Bu 4 ustoz o'tiribdi. Mendan boshlab sizga ishigimiz o'choq. Qaysi guruhga kirmadi desangiz, mana ixtiyor sizdan, lekin biz shunchalik talishimiz. Meniki kirishingizni shuncha qizg'in qarshi olaman. Bizning nur sahnasiga qadam tashrif qilishingizni qizg'in qarshi olamiz, boshqa gap yo'q. Ishqilib xohlaysizdan? Xohlayman. Siz ma'lum sizga eng yoqqan yeri qaysi mush o'quvchingizning? Mush o'quvchimningmi? Mush o'quvchimningki mas'uliyatchanlik bilan bir o'ziningki ovozini namoyon qiladigan 3 naqshini akapda hisobdichu.
Bana təsir qılğını Mahil uslubdaki bopmu gül nimançı kızıldı diyen ben isim koyup koydum bunun gamdı. Bu gumandan siz. Nimançı kızıldı bu gül diyen bir muşun nakşını əslisini ben tuncu qitim ağlışım. Men onu tuncu qitim ağlışım görürsen. Şunun için sen yaşta. Abdullah akam hazır soruğanlık için şuna əslisini bir etip ediniz bana pek yarab ketdi. Yani qayta anlığım ba. Yani bir qitim anlı bilip ananın ki. Nim bolsam bulay. Nim bolsam bulay dedim go. Gül nimişke şunç kızıl diyen ay abi. Bunun esası yeni bunun hoşuma ki. Oldu da etti o ana. Ya o bunu bu aldı kişiler otursun orada da yeni birisini alacağım ben. Maaşı şu kiloğu. Bir subattı. Lekin vaqtimdan sötü bilen onu çıkırıp ettim. Böyle kada. Onu bu da katım etmezsiniz. Hatta gülümüşüm bile kılsızma işkili bölüp etkiniz. Şu zamanda şu müstakilge mihmanını işliğe vaxtıda asas olğanlar şu. Asas kılıp tacik naqsını azırak özgertip işligen. Şundak mı? Əsl nüsxası var bunun. Aldı dikisi herkes gülümüş kızıl diyen naqsı emez. 3 naqşı 3 yazdır ha. Bek yaxşı Amerikanlısınız. Bek yaxşı ulapsız 3 yılsın için. Ma ulaq yaxşı çıktı. Ulaq yaxşı çıktı, ulaq yaxşı. Hem de gepimge qaytıp kelsem, soruğan soğalığınızga hem de isap. Şu gepimge kelsen şu almak şu o. Birden toğuzup koyduğu işimiz var. Hem çak kılıp. Avvalıqı mazadın Alışıvatımız hazır. Mazadın ötkende tizek işligende bir iş daha var. Çıdaysız bunun gıcıma hem de. Akını Adile nime deydi ki anlap bakaylı. Ustazlarım da aşkım beni olsun. Yok onda iş yok. Kim gap qılmasa şunun grupsan kemmen bulamsa. Yaman söz deytib anlatsam. İptidoy müzik bilan zamonaviy muzikani birlashtirgan chog'da shundoq bir narsa chiqdi-ku, pek güzel san'at bu. Men zodi shundoq ovozdan birini izlab turadim, rostga qilsam Abdulla aka, mushta ovoz. Chunki men mush uslubni zodi bir sinab boqqim batdi. Agar mush fursatni siz menga bersangiz, men intayin xursandlik bilan sizni beshimga ko'tarib turib, men mushunda uslubdan birini o'rindayman. Bu qitim endi hisobga men sizga emas, siz menga bir fursat bergan bo'lib qolsiz. Vah. Nimdiga yaxshi baholar. Ey İmam Ali. İmam Ali shotbosh bo'lib ketdi. Bu naqshning asli qanday naqsh ekanligini siz biz bilamiz. Lekin bu namda sizga o'xshash, hozir İmam Ali ma sahnaga chiqib bunday aytib aytgandek tashviq qilib bo'lmaymiz. Bu naqsh asli mana naqshdi. Bu mandaq bo'lib ketgan keyin biz deb bo'lmaymiz da. Desak men Dilshod apandimga deyman, Dilshod apandim menga deydi. Foydasi yo'q. Siz o'tirsiq chiqibdingiz, qarang. Tojik millatida aslida bir ko'nida bor bir ohangni keyin Xorve shuncha xong degan naqshga o'zgarganligini keng jamoatchilik bildigan bo'ldi. Sizcha tojik millati uchun to'p qo'shdingiz hozir. Rost to'p qo'shdingiz. Cümülden ben Abdullah aka anlamab ekanman haqiqatan. Yoshligim uchunmi fursat bo'lmadi da bundoq narsalar. Sizdan og'irlik olmaydi. Bu ahang ko'niti. Shundami chiqib men nimishqa olmay qolgandim deb qoldim. Nima degan go'zal furaqlaylik edi og'ani meni hayron qoldirdi. İmam Ali sizning guruhingizga kapqa shu chaqda anglay deb turgan. Balki. Ay, anda qilishib ketmaydi. Nurnisaning guruhiga kelsangizmi anglaverdi. Men anglay olmayman. Shunda kirgizmam sizga. Tanışıyordunuz şuna. Meniki de Uyg'ur, Qozoq, Xanzo, Qirg'izim meni olma, Tungan, Gangasalıqlarda. Biroq 10 so'mlik pulni ustiga millati qata. Bu yigitga bir gap qilish fursati beraylik ras. Ya buni o'taq kemmidi? Kemmidimi? O birden turda qarmamsa muztaqdek turdi. Bizning tojik millatining muqaddas to'pisini qo'lingizga eling hozir. Va, anda o'sib bizniki kelaveradi. Do'psni yevasa o'risga o'xshaydi ekan bu. Vovga o'xshayotganmi? Vovga o'xshaydi. Hammasi yaxshi muallimlar. Sizning ko'nglingizda bir son bor. Adila singlimizmi hozirgi zamon ohanglar bo'yicha ijod qilyapti, ishlayapti, tekstlarni o'zi yozadi.
zamonaviy orkestrlar bilan, kichik orkestrlar bilan sizninkidek mana naqshlarni nihoyatda aplab chiroyli hozirgi odamlarimiz uchun xizmat qilgan yasayotdi, jabdib chiqyotdi. Nurnisa adingizni bilasiz, o'tgan yili nurg'un bolalarni hisobni xatoga qo'shib bir tajribali muallim bu bolalar hozir taraflarda o'yin qo'yyotdi. Dilshod akam endi mening bu ustamni ta'riflaydigan tilim ojiz tajribali ko'na naqshchi chechiq qardingizmi? Oppoq bo'lib ketganini. Mustaq. Tajriba to'plangan sir odamlar chechiq oq kirdiki. Qaysimizni tanlasangiz o'zingiz mushu programmaga kelishdan burun ko'nglingizni pukkan birisi bor qachon men ashini ko'zlab bormay o'rilib qolsa men cho'qim tanlayman-ku degan ustozlaringiz bor. Qaysimiz bo'lsa tanlab olsangiz bo'ldi endi. Meni guruhim kelsam men maxsus Tojikiston guruhiga naqshiz deyman. Manda gaplar bo'pka, meni olamsa qolmaydi. Shu soda bilan ancha-muncha berib qoladi, lekin endi Sho'pirlar va Tojikistondan balon bisib keldi. Aytaq deb qo'ysang aktor. Yezib akab berdi. Bir naqshi bor. Bebisanam jon ey ana yekidar. Ash naqshni aytqizma meni elim kelam bo'ldi. Ha. Meni bir tojik naqshi bor. Go'shmosh, go'shmosh. Bularning nimligini tushundingizmi? To'g'ri deyaladimi? O'zim tushunmabman aslan. Xato aytdim. Men to'g'ri dedimmi? Ya maqsadni bildi ish qilib. Hammanglarni hurmat qilaman, hammanglarning naqshiga. Shunda amroq. Men eng dastlabda shu Dilshod apandimning naqshlarini anglagan. Abdulla aka endi xo'p ketdimi? Nurnisa xonimninkini anglagan, Abdulla akamizninkini, Abdulla apandimninkini anglagan. Uni keyinroq anglagan. Na, menikini anglamagan bo'ldi. Ya, anglagan. Anglaganmi? Anglabdi. Anglagan. Hammanglar shunda hurmatimiz bor. Siz hozir ko'nglingizda kimni tanlagingiz kelsa tanlayvering, bemalol bo'lsin, juma. Mening tanlashim Abdulla. O Tacik halkının kilası köyü boğan Gülbiden deyilgan. İmam Ali tragediyalik muğni, coşkun bileklerini canlı ifadene verdi. Güller yaşnap tursun, kızıl güller yolumuzga çiçilsin. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok. La his qilamagan bir ortiqchilikni his qilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizni Adila gruppasiga qo'shilganligingiz bilan tabriklaymiz. Mübarek ismidir. Wow! O'quvchilarda bir xil salofat, tamkinlik va chinlik bo'ladi. Yusufcha muallimda bo'lsa, buningdan boshqa yangroq, pishqan, jiq tavlangan ovoz, yuqori o'rinlash saviyasi bor ekan. Bu saviya texnik yuqori ko'tarilgisi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida Suda suyi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopen texnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan, mehri yurishlik yuvish buyumlari alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ipar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Abida Suda suyi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopen texnik taraqqiyot shirkati mahirlarga omad tilaydi. Mening ismim Qaysar Ablat, men o'zim Urumchidan. Asosli yoqtiradigan musiqalarim bo'lsa, jaz, blues, bossa nova, anonki ammabop naqshlarni nayt yoqtirib anglayman, ham nayt yoqtirib aytish qamroq. Bu qatam ipak yo'li kelishdagi maqsadim o'zimning naqsh saviyasini bir sinab o'qish uchun, to'rt ustozning baholashiga erishish uchun keldim.
我独自走过你身旁，并没环绕你的理想，我不敢抬头看着你，哦耶，两旁，你们梦要去向何方？我指着大海的方向，我不知不觉忘记了，哦耶，方向。你们莫要去向何方？我指着大海的方向。你们莫要去向何方？我指着大海的方向。你让我走进你的花房，我把头都放到地上，我不知不觉忘记了，哦耶，方向。你说我世上最坚强，我说你世上最善良，我明知我也离不开你，哦耶，姑娘。你说我世上最坚强，我说你世上最善良。你说我世上最坚强，我说你世上最善良。我就要回到老地方，我就要走在老路上，我明知我也离不开你，哦耶，姑娘。我就要回到老地方，我就要走在老路上，我明知我也离不开你，哦耶，姑娘。我就要回到老地方，我就要走在老路上，我明知我也离不开你，哦耶，姑娘。我就要回到老地方，我就要走在老路上，我明知我也离不开您，我的姑娘。Assalomu alaykum. Mening ismim Qaysar Ablat, o'zim Urumchidan, bu yil 28 yosh. Sizlar bilan bu sahnada yuz ko'rishganligimda intayin xursandman. Qaysar, yaxshimisiz? Men oldi bilan mushundaq uslubdagi naqsha aytganingizdan shuna xush bo'lib ketdim. Menimcha olganda sizga bizning guruh hamda muvofiq deb o'ylayman. O'ylashib beqing. Naqshingiz bek yoqdi-ku. Rahmat. Ben bu gitar çalıyorum. Bilmem. Açtaq naqshlarni so'rlarda va yerlarda aytime. Sahnalarda aytmoqdim bilan. Mening açtaq naqsh aytgan ağırlarım, xizmatdoshlarim ko'p bilan hamkorlashyapti. Mening gruppam kelsangiz, ashnadan boshqa endi duta chop naqsh aytishni mumkinmi? Sizning shu ovozingizning yetib chiqqan ovozingiz menga bek lozim. Shunga men birinchi sizga yo'rildim. Yavay ovoz bizga lozim, ha? Balki mening guruhim kirsangiz, boshqacha uslubdagi naqshlarni aytib beqishimiz mumkin. Rahmat. Bu naqsha kimning naqshisi? Bu naqsha Suyjanning dastlabda 94-yilmi chiqargan deyning tunji naqshisi. Bu adam maxsus mushundan naqsh aytadigan adam-ku deyman, ha? Suyjan degan bizning davlatimizda nihoyatda tunilgan ayni yillari hozirgacha mushu uslubda naqsh aytadigan yoshlarning ulgusi bo'lib kelyapti. Hatto bizmi intayin, garchi undan naqsh aytmasakmi, bu kishiga intayin hurmat bildiramiz. Bu Jungodagi yo'g'un naqshi shoir deb atalgan kishi. Hozirgacha yana ustoz o'rnida turyapti. Bu naqshni tanlab nihoyat yaxshi qilibsiz.
Aning kendin Qaysarninki mushu meni aqsiga kelgicha o'tirishimdagi sabab bir ya ba deb o'yladim. Shu ya oxiri Qaysarning o'zining ijodiy fikrlari qo'shilgan holda o'tirsiga chiqdi. Ustozlarimiz nihoyat yaxshi baho beryotdi. O'zingizniki mushu sahnaga kelganda Ipak yo'l sadasi programmasiga kelishdan burun o'zingizniki fikkan arzu armonlaringiz bo'lishi mumkin. Ham shundaqla o'zingiz o'ylagan ustozlar bo'lishi mumkin, ko'nglingizga fikkan. Uni hali o'tirsa qo'ysiz, mushu arzu armonlaringizni, bundan keyin nima ish qilmoqchi bo'lganligingizni, nima sabab bilan kelganligingizni bir anglab baqsaq bo'lamdi. Men bu ishga yaqindan muzika bilan shug'ullangan biroz vaqt bo'ldi-ku. Bu aralıqda mening atrofimda mendami yaxshi naqsh aytadigan nurg'un do'stlarim bor. Ammo ular doim ma o'yin qatnashsam, men o'yin qatnashsam deb nim desak, ya ada işte bir o'zining ichidan saqlab qolmoqchi-da u naqshni. Shunlashqa mening bu sahnaga kelishlik sababim ashu do'stlarimga bir ulgu bo'lish uchun, ularning yiqimli naqshlarining faqat bizning aramizdan ham qolib qolmay, yaxshi naqshlarimizni kan xalqimizga sunsa degan umidda ulgu bo'lib kelishim. Şu dostlarınız, şu ağalarınız sizden çok faxrlanadi. Gitar çalışınız yaxshi. Xeyli texniklik səviyyə egalibsiz. Muşu naqshini etmay, onun naqshini etmay. Bizning naqshimizda muşu uslub bilan etsangiz yengillik yariladi-ku. Bir yengillik paydo bo'ladi. Bizning hozir nurg'un bolalar yengillik deb aytibdi, lekin xosligi biroz yo'q. Tazı xaslığı yo'q-ku. Müzik taraqqiy qildi har xil yo'l bilan. Har xil yo'l bilan taraqqiy qildi. Ammo bu uslub bilan, bu yo'g'u bilan, shu orkestr bilan, go'zal ovoz bilan, yerlik milliy ovoz bilan har xil uslub bilan taraqqiy qildi. Sizmi shu naqsh aytish uslubingiz bilan o'zimizning Uyg'urning an'anaviy naqshlarimizni mushtaq o'rinlasangiz qanday bo'ladi deb o'yladim. Cho'qim tirishim. Bizga uzun emas, bir kublet yana boshqa bir naqshni muziksiz bir aytmagan bo'lsa bo'lamdi. Albatta bo'ldi, men shunda deb turardim hozir. Bo'ladi. Bu hozirning o'zida bir Uyg'urcha naqshni shu rock fraxta bir aytmayman. Oldu, rahmat. Yeterlik bo'ldi. Mana hozir hammamiz o'zimizning ifodasini bildirib bo'ldik. Biz hozir ahvolimizni bilishdik. Shunga o'quvchimizning muallimlarni tanlaydigan bosqichga o'taveraylikmi? O'taveraylik. Mening tanlashim bo'lsa, sağlamlık sahasının yetekçisi işbar biyologiyası rayonumuzdan çıkıp xalqarada imorat topgan doğrugerlik sağlamlık sahasındaki aldı Qatardagi ishlab chiqarish korxonasi. Işbar mahsulotlari o'zguchiligi sübti bilan yaqinqi 12 yildan beri O'rta Osiyo, Rossiya bozorlaridagi kuchli raqobatchilarni yengib, haqiqiy putrab turdi va soha o'lchimini yaratdi. Işbar diyorimizga qaytib keldi. Bugungi Işbar davlat ichi va sirtidagi o'lchamlashgan zavodlari sifatli mahsulotlar orqali million oilalarga sog'lomlik ato qilib kelmoqda. Sog'lomlik qiziq liniyasi 400 999 47 27. Dostlar bilan o'ynashib keldim yaqin yiroqdan, tatlı tamlik bambukning tatlı shirin buloqdan. Sizdek amroq bu bambuk o'rmonlarda unmaydi, shirin buloqdan yemaganlar bilmaydi. Aql bilan kuch bilan kesin bambuklar
Talant sizde. Isil tem, abide alma ve limon temlik soda suyu. Esta, qanday qilaman? Faxriyning mashinasi petib qapti. Mashina petib qapti. O yerda. Hey, buninglar. Yuringlar, qarab boqaylik. Mashina petib qapti. Voy, kelgan o'xshamamdi. Faxriyning mashinasi petib qapti. O yerda. Buninglar, tez buninglar. Petib qapti. Allah, qarindoshlar, aqli hozirmi keldi? Faxriyning mashinasi petib qapti. Yuringlar, qarindoshlar, qarab boqaylik. Ha, kuchaqlar. Bir, ikki. Fahri siz uchun xizmat qiladi. Fahri. Yolcuyla digen parasını işletti. Üzür aklap kendi sihir para karası. Yolcu botol kiğan sihir kıldı bir sihir. Kalbdeki közler hayran Mahsulotlarning sifatiga Kongo xalq sug'urtasi kafolatlik qiladi. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida soda suyi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Shinjang Obida biotexnik taraqqiyot shirkati mahirlarga omad tilaydi. Bu programmamizni Mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehr yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Shifar biotexnologiyasi samimiy askar turi. Programmamiz hozirda boshlanadi. Mening tanlashim bo'lsa, Abdulla Abdurim. 你说我世上最坚强，我说你世上最善良。我明知我 San'atimiz uchun dal mana mushundoq yangilik, yangi kuchlar kerak. Ustoz Abdulla Abdurahimning tarbiyasida Qaysar yangi Qiynamassan azoblama. Qalbim bir g'am o'sib sana. Talmirib qarab yo'lingga. Yuragim qiynama. Qiynamassan azoblama. Qalbim bir g'am o'sib sana. Talmirib qarab yo'lingga. Ular bir grupmi ya? Bir grup. Bir görüşüm dolanlar, seni yağdırıp baktım. Vesalımı yetmez doğru, kalp talandım ben kaldım.
Assalomu alaykum ustozlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'rilman do'stlar. Hammanglarga Güzel Aqsu diyaridan kelgan Mihray Abdumiddin. Urumchi shahridan Almira Qurbonda o'tliq salom. Yaxshi. Bek yaxshi o'pdi. Mashq vaqtinglar sal ozib qolganligi uchun o'zinglarda ovozda egiz pastlik yuz berdi, lekin bek yaxshi bir guruh bo'libdi. Bu ikkisi mayli tanlansin, tanlanmasin, ishkinglar mangu arilmanglar. Bek esil bir guruh bo'libdi. Sizlar mush esil naqshanglar bilan shu Ipak yo'li sadasi programmasi qatnashganliginglarni qizg'in tabriklayman. Sizlar 3 naqshini bir qitimda aytib tuyatanlar bu sanova qilsizlar. Bu ideyalar menga shunday yardi. Lekin o'rlamay qolgandagi sababim sizlarda haqiqatan uni sa'dam degandek mashq biza kam. Sizlarga yana pishib yetilish uchun yana biza vaqt mashq qilsanglar bo'ldi ekan. Lekin sizlarningki mush ideyalar, mush ro'yinglar o'rganishga arziydi. Rahmat. Orlagan aşağılar qiyinlik darajasi xil var. Çünkü akordları var, aralıkta işkanlar bölünüp itigayeleri var. Bu uslubun bir xil yangicha naqshi uslubu chu. Yaxshi müzik kısmı shunday yaxshi chilindi, naqshni shunday to'liq yaxshi aytganlar, lekin bayatın yana ustozlar degandek kamchilik taraflar biraz ham. Ovoz turaqsiz. Ikkilarning ovozida turaqsizlik bor. Bu naqshni o'rlashning oldida masalanda ko'p vaqtda ovoz mashq bilan shug'ullanadi. Ovozni turaqlashtiramiz. Cho'qim qaymaslik kerak. Iniq joyiga desish kerak-da ovoz. Qiyib kelsa, u bo'lib qolsa, odamga bergan hukmda yaxshi bo'lmaydi. Shu ishqinglarni hamkorlashinglarda gap yo'q, faqat shu ovozning sal turaqsizligida o'rlamay qoldik. Kechirsa. Yo'q. Hamma naqsha 3 yil naqshida buni bir bo'laklik ohang deymiz-ku. Eliqi yuqur o'rlaydigan ma'lumlarning ko'nglini do'lqinsimon bir hissiyatga akildigan cho'qisi yo'q. Lekin chiroyli ish qizlar, chiroyli naqshini aytib, Ipak yo'li sadosidan iborat bunda cho'ng sanida urug' tuqqanlarga, qavm qarindoshlarga o'z talantlarini dastlab qadam namoyon qilganlarning o'zi cho'ng natija. Muborak bo'lsin singillar. O'yinchilarni o'z vaqti soatida po'raklaydi. Yo'llar uzun. Sizlarga baxt, omad yor bo'lsin. Esil aytgan naqshanglarga, hamkorlik ro'yinlarga barakalloh. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Obida suda suyi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida biopentexnik taraqqiyot shirkati bahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan, mehri yurishlik yuvish buyumlari alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ipar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida suda suyi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida biopentexnik taraqqiyot shirkati mahirlarga omad tilaydi. Assalomu alaykum. Mening ismim Imom Ali Qurbon Ali. Toshqo'rg'on Tojik Abdulnoyisdan keldim. Toshqo'rg'onlik san'at umakda ishlayman. Mening yaxshi ko'radigan uslubim bo'lsa, ommabop uslub, xalq naqshlari. Bu yerga kelishdagi asosiy maqsadim ustozlarimizdan qimmat taklif fikrlarni elish ham o'zimni targ'ib qildirish. Ey pari no zuk pari az bar gülsa buktari akajoyit dilbari inci kuyam di
Acaayib dilbari az inci guyam digari Gül seyzirdir angrış Seyzirdir angrış Hey bir azrışti bir merüşirin Vici var göz yo esnordan vi rüştvahin Hey bir azrışti bir merüşirin Vici var göz yo esnordan vi از برای گل بتا در خانه میمون اومدم از برای گل بتا در خانه میمون اومدم از بخارای شریف چین ماهتابان اومدم از بخارای شریف چین ماهتابان اومدم شاخ اگر عادل نباشد ملک ویران می شود شاخ اگر عادل نباشد ملک ویران می شود ملک ویران می شود ملک ویران می شود Özünüzü bir tanıştırayım ha? İsmim İmam Ali. İmam Kurban Ali. İmam Ali Kurban Ali. İmam Ali Kurban Ali. Toshqo'rg'on Tojik Abdunum noylik ko'makda ishlayman. Yaxshi. Sizmi shu doim biz aytadigan gul nimanchi buncha ular qizildi degan naqshining aslisini aytdingiz a? Ajoyib bir xil estetik zo'q berishildi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Mana shu naqshingiz bilan tabriklaymiz. Ham Toshqo'rg'onni shundoq texmi so'g'aq bo'lib ketdi, yaxshidan uyami. Urumchidan issiqroq ekan. Shunda bo'ldimi? Tumakni kiyib olsam men to'mayman. Toshqo'rg'onning yatirab issiq usti sovuq ki. Şu beşimizga tumak kiysak bo'ladi. Beshingiz Toshqo'rg'onga tumak kiydi. Ma kostyum bo'lgan tumakimizda yarishibdi. Albatta yarishdi-da. O'zi milliy kiyimida nima degan payza. Anda qanshirim bo'lsa, menga mi yarishdi? Naqshni bak farq etamiz. Aldık naqshni yüksek mi etgan, aqnek mi etgan. Endi ikkinchi bölükke gülnemiz üçüncü qizil degan o katta 60 yillik naqsha. Endi oldidagisi ma keyindikisi bisim ayırnayti jo'shqin. Uchini 3 bölük qilib birlab juplab akamsiz bak yaxshi. Ovozingizda gap yo'q. Alaydiliginiz vada bir ortiqchilik qilasiz. Siz degan tojik millatingizning naqshini aytasiz, alaydiliginiz va hammamiz eng oxirgi 1 daqiqada sizga o'rildik. Bu 4 ustoz o'tiribdi. Mendan boshlab sizga ishigimiz o'choq. Qaysi guruhga kirmay desangiz, mana ixtiyor sizdan, lekin biz shunchalik talishimiz. Meniki kirishingizni shunchalik qizg'in qarshi olaman. Bizning nur sahnasiga qadam tashrif qilishingizni qizg'in qarshi olamiz, shu boshqa gap yo'q. Ishqilib xohlaysizdan? Xohlayman. Siz ma'lum sizga eng yoqqan yeri qaysi mush o'quvchingizning? Mush o'quvchimningmi? Mush o'quvchimningki mas'uliyatchanlik bilan
bir özününki ovozini namoyon qiladigan 3 naqshini agapda hisobdichu. Menga ta'sir qilgani Mahıl uslubdaki bopmu gül nimançıda qızıldı degan men ism qo'yib qo'ydim bunga hamda. Men nimançı qızıldı bu gül degan bir mushu naqshini aslisini men tunji qitim anglashim. Mening o tunji qitim anglashim Shuning uchun sen yoshda Abdulla akam hozir so'raganlik uchun shunga aslisini bir aytib berdingiz, menga pek yarab ketdi. Ya'ni qayta anglag'im bor. Qadrli ko'rmanlar, ko'rayotgan Ava Şinjan televiziya stansiya, Şinjan qo'yi madaniyat tarqitish shirkati, Şinjan program madaniyat tarqitish shirkati hamkorlash bo'lsa bo'lgan cho'ng tutgan san'at programmasi, Abida Yipak yo'li sadasi programmasi. Rahmat. Birinchi qarorliq Yipak yo'li sadasi programmasi vaqt oxirlashgandan keyin ikkinchi qarorliq Abida Yipak yo'li sadasi programmasi yana boshlanish oldi turibdi. Albatta, yangidan tashkillangan yetakchi ustozlarimiz diyorimizga eng qaltis bo'lgan ovozni tanlab chiqish uchun tayyor turmoqda. Qiynalda bo'lsa ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar shundaqla naq maydoniga tomoshabin do'stlar. Hammalar qizg'in olqishlarimiz bilan ularning bizga elib kelgan o'xshash bo'lmagan eng qaltis bo'lgan anglash to'g'risidan birlikda huzurindamiz. Ular bo'lsa Abdulla Abdurahim, Nurnisa Abbas, Gulshat Raydin, Adila Yolu sadası, sevginin yok çevresi, boş avazlar seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, boş avazlar seynası, sevginin yok çevresi, boş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Düşman kan var
yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Wow, kınonda olsa kızgın alkışlarımız bilen Abdullah Seknesi'nin yetakçı ustazı Abdullah Abdurrahim. Nur Seknesi'nin yetakçı ustazı Nur Nisa Abbas Hanım. El Rai Grupsu'nun yetakçı ustazı Dilşat Rahidin efendim. Melodiya Grupsu'nun yetakçı ustazı Adile Sıdık Hanım. Diyarımız içimlik sahasındaki özallığı abide soda suyu ve meyve şəriflerini işlep çıkarıvatkan Şincan abide Biopan Teknik Taraqqiyat şirketi mahirlerimizge ahmet dileydi. Elbette bu programımızda mehir muhabbetini özgü mizan kılgan mehir yürüyüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılgan. Bu programımız bilen her millet halkının sağlamlığı ve güzelliği üçün tirişçilik gösteriyotgan Şincan İşbar Biyoteknologiyasi alaydı hemkarlaşkan. Elbette programımızdan 1, 2, 3, 4 dereceye erişken mahirleri okşaş bulmagan katlı boğan mükaffatlar bilen mükafatlandıgan bulup 1. dereceye erişken mahirimizni Kamran Boğaklar Mesulatları arkalık halkımızın kızgın alkışıga erişip kelivatkan Şincan Kamran Sodicek şirketi 120 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıqlaydı. 2. dereceye erişken mahirimizni diyarımız içimlik sahasındaki özaldığı abide soda suyu ve meyve şərifte işlep çıkarıvatkan Şincan abide Biopan Teknik Taraqqiyat şirketi 100 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıqlaydı. 3. dereceye erişken mahirini her millet halkının sağlamlığı ve güzellik üçün tirişçilik gösteriyotgan Şincan İşbar Biyoteknologiyasi 80 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıqlaydı. 4. dereceye erişken mahirini Uyghur kiyim-kechak sahasındaki Bayraktar Karxana Şinjan Mötüber Sodicek şirketi Eksan kiyimçiliki 60 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıqlaydı. Ekran aldırki kadirli körümenler, naq meydandaki tamaşıbında saşındaqla hürmetli sazaver 4 ustaz. 2. kararlıq İpek Yolu Sadası programısının imtihan basqıcı hazır başlandı. Tenonda olsa bu san programımızın tuncu mahiri Seknemizge merhamet. Assalamu alaykum, mening ismim Arafat Abdushukur. Men Ili diyarının G'uzi nahiyasidan keldim. Mening yoqtirib anglaydigan naqshlarim xalq naqshlari, ommabop naqshlar. Mening bu yerga chiqishdagi maqsadim o'zimning naqsh o'rinlashdagi qobiliyatimning qanchaligini bilib beqish maqsadida bu yerga keldim. Menga bog'liq ustozlarning yaxshi taklif fikrlar berishini umid qilaman.
nitip oynab Ağladı incir ağladı Oy bana. Kilisen nitip oynab El işki vücudunda Güç vurup dişi kaynar El işki vücudunda Güç vurup dişi kaynar Tabii avaz lazım sizge. Ben çok ekan. Allah sol çıkı bile Tomurum tutaştayım Tomurum tutaştayım Kaçtı kızıl nurlar Üstünge kuyaştayım Kaçtı kızıl nurlar Üstünge kuyaştayım Üstünge kuyaştayım Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Aziz tomoshabin qarindoshlar. Ili diyorining G'ulji noyisidan kelgan Arafat Abdushkurdan hammanglarga o'tliq salom. Vay. Sizning ovozingiz aşı ili diyordagi Davudjon Nasir va ovoz deganning shunchalik seg'inib tikanmiz shu ovozlarni hozir mushu Ipak yo'li sadosida mushu ovozni anglaganligimizdan shundoq faxrlandik. Siz köpten köp rahmet. Sizge aylanmasligimdaki sebep sizning naqshini yaxshi aytolmasligingizga sabab emasmi? Men sizchilik aytolmayman mush xalq mush naqshini. Sizchilik aytolmayman, buni e'tirof qilishim kerak. Ammo sizning ovozingizning tusi bek chiroyli bu Dilshod Raydin efendim o'rildi, Adila xonim o'rildi siz uchun. Mush ovozingizni tavsiyalarim o'zgartmang. Rahmat. Mush ovoz mushu yeshil Sevgi o'xshash bizning yeshil yemakliklarimiz o'xshash. Shundala shu hech qanday xuruj qo'shmagan shunda tabiiy bir ovozga o'zingiz shu noida xizmat qilamsiz yo xizmat qilmayman. Mening kasbimizning kasb dehqon, shu dehqonchilik bilan shug'ullanaman. Naq shu. Shu yurgingizdagi hamma nimangiz shu ovozda chiqyapti-ku. Bizam duttar chalmayapsizmi? Duttar chip. Duttar chelib aytsiz odatda. Mushu ovozning o'zi siz shu Davudjon akamning rahmatlikning ovoziga o'zingiz havas qildi ekansiz-a? Shundoq. Shu jutdimi bular ashla damdi sizni? Ashla deydi. Nima deydi ular? Meni shu kichik Davudjon Nasir deydi. Dal o'zi. Kichik Davudjon Nasir. Xo'p, yaxshi qo'yibdi. Menimi anda kichik Davudjon Nasir deydi burun. Anlagan. Siz ham kichik bo'lmadingiz, men kichik bo'ldi, siz o'ttiranchisi oldingiz. Men cho'ng ketdim hozir cho'ng. Men bu kichik vaqtimda Davudjon akamning naqshini intan yaxshi ko'rdim-da. Radioda bir ikkala naqsh bor-da, eng dastlab chiqqan. Shuni shu radiodan olib bugun ilib etsam, hammadan shu Davudjonga o'shunda o'xshaydi. Mening naqsh etish uslubimda hozirgi xalq naqsh etish. Shiv puroq bor-ku, naqshni elish shiv puroq, Davudjon akamga o'xshash. Lekin ovozim o'xshamaydi. Burun ovozim o'xshashdi. Sinondan bekaraq o'xshatdim men. O'zini qo'ygan dehqon bo'lgan kishi sallab qo'ydim bo'lamdi. Bo'ldi. Qachon sallashmaymiz-ku degandiki.
Muşu nakşını ettim ben küçük vaktimde. Şalqınlağaya suyun aqsay Tağlanıyım da ettim de çıkıyorum. Dillaşer bitil tamsay Kendeymen not deymen ettim dedim. Doğraydıgan ben küçük vaktim. Hazır endi ondan akşaysak bo'lmaydi mi? Sen dehqon bo'lgandan keyin yani eshik yemaklik bo'yicha turaymi? Ana shu bo'yicha aytinglar qara. Sendan hech qachon biz ovozing yopiloq kel, nafsing tuvanga tushmidi degan gapni hech kim demaydi sana. Dilga sher biting tamsa Qandayman mana aytgan boshini ochib aytding. G'ulji degani bir sim ochib aytdi. Qandayman navot deyman. Dilga sher biting tamsa Qandayman navot deyman. To'liq chiqdi. Alamat. Mən sizə eli xalq naxışları toğrusida təlim bera alayman. Çünki mən eli xalq naxısı anlab çoğ olğan üçün. İkincidən sizin hazırki ibtidai avazınız yuanşon taydab qoydu. Məşi dəstləbki halətdəki məşi avazınız bilan zamonaviy uslubni qo'llangan vaqtimizda inglizcha world music deydi. Dunyoviy musiqa barpo bo'ldi. Agar siz menga ergishib ashundaq uslubdagi bir narsani, bir san'at, bu bir san'atdan turi Dunyoviy musiq degan shu joyga deydi. Xuddi men bir misol keltirib turay, mashrab yo'q yerda degan naqshini shunday yuanshon ovoz bilan, ibtidoi ovoz bilan, hozirgi uslub bilan birlashtirib aytgan. Men shu xil uslubdagi naqshidan birini siz uchun tayyorlayman. Bir nechini dengadi? Hatta bir nechini. Ha, menda desa, endi siz qo'rqib ketmang. Boshqa qilyotliga o'xshaydi deb. Yo'q, sizga sizning ovozingiz lazım menga. Shunchalik tabiiysi bir yeshilsay dedi-ku. Ma'naqmish yeshilsay lazım. Qolgan qo'rimini men usta qo'riyman. Rahmat. Ikki muallim siz uchun mana shunda o'rindiq aylantirib turibdi. Siz haqiqatan ili dehqonlarning ruhini, ili dehqonlarning ko'nglini mishada o'tgan qarindoshlarimizni tushundi. Elib keldingiz, bizga ifodalay oldingiz. Shuning uchun biz naqshingiz bilan aylanib qopdik oyoqda-ku. Mavla aylantiribdi, biz aylanib qopdik. Yaxshi ko'ramiz sizning ovozingizni. Ondan sonra aylansam baribir qaytib ketgan deb o'yladim. Aylandim. Meni o'rindig'im chataq, shuning uchun bir necha qitim peqirab yurmamiş edi. Shari o'ldimi debmi? Ha, yaxshi. G'uzliqda. Yanmidi? Esil. Chaq sharek chep kelib ketgandim bilan. Xo'p, hozir sizga tanlash navbati kelib qoldi. O'zingiz bir muallimni tanlang. Dilshod apandim va Odila qiz. Sizning tanlashingiz? Mening tanlashim Abide soda suyunun huzuru başkaça. Abide soda suyu. Cesaretlik bolun. Abide vitaminlik kuvvet içimligi. Kamera bizi tanış, yeydu hanna bu vaklar. Kamran bulmadı yiyecekçe kuvvet tapar umaklar. Umaklar, bulmak yeydu umaklar. Umaklar, kamran yeydu umaklar. Tanışıp yeydu umaklar. Kamran 360 gradus bu vaklar kuvvet bulmakı. Altın. Güher. Xalqarалық GMP'si ölçümüde işlengen altın güher deniz yosuni kuvvet malhimi, teri astidagi qo'g'ishun, smab, arsin qatorliq ziyonli moddalarni chiqarib tashlab, zahar qaytarib terini sog'lomlashtiradi. Oltin güher oqsillik quvvat malhimi, ozuqliq to'liqlab, hujayralarni jonlantirib, terini yoshartiradi. Go'zallikning go'hari oltin güher quvvat malhamlari.
çayçı ustam. Çay? He mana. Bugün sizler içip kanmadыңlar. Ben demlep harmadım. Sizlerge çaynakta emas, çilekte toşup versem bulamdı neyme? Bugün bu çayınızga kanmadık kotan. İşçinizge şaltı yürüvapsiz. Meni çay içemez su toşuduğun mırap kılıvapsiz. Bugün çayınız bek isil go. Kümülni eyligen mayıl. Meni hem eyligen qayıl. Tamam çay ehligen menzil. Onun kim ismidir Nazil. Mandak mı isil çay bakken de, şunu çayxananız kaynaydıkken de. İşçin, yaxşısını işçin. Diyarımız içimlik saatideki Abide soda suyu ve meyve şerbetini işlep çıkarıvatkan Şincan Abide Biyoterkiflik Terapiya şirketi Mahir Ağa Ahmet Tüleydi. Bu programımızda mehir muhabbetli özüge mizan kılan mehri yürüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılan. Şifar biyoteknologiyası samimi asker duru. Programımız hazırda başladı. Benim tanışım Dilşat Raydan efendim. İpek Yolu Sadası'nın 2016 yıldaki yeni karvanları sert düzüp yolga çıktı. Tuncu mahirimiz Arafat Eli Deryası'nın salamını ilip gelip Ustaz Dilşat Raydan efendimden grup sıvıtallardı. Oy mübarek olsun. Benim ismim Yusufcan Turgun. Özüm Kaşgar vilayeti Yansar Naisi'den geldim. Benim kesbim okutçu. Benim kızıkışım bolsa ammebap nakışlarga köpürek kızıkımı hem şunu yaptırıp eğitmen. Bu İpek Yolu Sadası programımızın katıştık sebebim özümdeki bar iktidarını namayan kılış hem cari tutuluşu maksatında bu İpek Yolu Sadası programımızda katnaşık geldim. Alımdır dünyanın insanın cini. Alımdır dünyanın insanın cini. Alımlar alımlar biller kadrini. Alımlar alımlar biller kadrini. Yurtimiz alımlar edibnin kani. Faxırlan dünyaya Mahmud Vətinin Kimin varmışında alimi telmi Faxırlan dünyaya Mahmud Vətinin Şerq ilim dünyası işçireyi gane Şunca sap, şunca nurane Ecrige kayıldır öz ve bigane Faxırlan dünyaya Mahmud Vətini Kimin varmışında alimi kalbi Faxırlan dünyaya Mahmud Vətini Yıldız ki yıldızlar ara serveri Yıldız ki yıldızlar ara hükeri Mübarek ismidir Mahmud Kaşgiri Faxırlan dünyaya Mahmud Vətini Kimin varmışında alimi kalmi Faxırlan dünyaya Mahmud Vətini Divandır Türk dili İrfan Gaznemi
Ölçsün şu bilen dünya gazdimiz Fəxrlən dünyağa Mahmud vətini Kimin barmışında alimi kalmi 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 Fəxrlən dünyağa Mahmud vətini Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Özünüzü bir tanıştırayım ha? Ben Azizane Qashqar diyarının Yansar nahiyesinden geldim. Özüm başlangıç mektep müzik okutkucusu. Muallim kendini. İsminiz? İsmim Yusufcan Turg'un. Bu naqshning qiyinlik darajasi xili bor. Buni naqshi etish, bu shu xalq naqshi etish saviyasi, texnikasi bir qadar xil bir saviyaga borgan odam o'rlay oladi. Endi bir naqshiga meni demoqchi bo'ldim, o'z oldiga uslub yaratish bak yaxshi. Garchi naqshi bir bo'lgan bilan, uni o'rinlovchi ayrim-ayrimga. Shunga hamma odam o'z oldiga bir uslub yaratsa, bu yaxshi bo'ldi. Buningki mushihatni izning, andan boshqa ovozingiz taz turaqli bo'lmadi mana naqshida-chu. Fəxrlən dünyağa Mahmud vət Fəxrlən dünyağa Mahmud vət Aşağı bir şiv pıraq tüzüp kaldı. Şivisi şu Azraq aşağı milli pıraq bayəli Asal tüzüp kaldı. Ölsek bulup değil. Ölsek bulup ki. Bulup ki. Nasıl inç karayamay kap sende? İnç kulak Aqs oturuydu qusuruz da, otadı da qıçın. Üzün tunuştuğa vaxtidagi ovoz nayt yangraq ochiq, yo'riq chiqyapti-da. Naqshida g'uvaliq bor. Balkim shu Shirali inimizning uslubini o'rganaman deb balkim shu yoqqa tatgan bo'lishingiz mumkin. Asli o'zingizning ovoz yo'riq-ku. Hammadan o'z oldiga ovozi. Ming o'xshab ketgan, men o'xshamaydigan yeri bor. To'g'ri. Shuning uchun sizning ovozingiz faqat Yusufjon sizga xos. O'z oldingizga ovozingiz bilan hamma ustozlarning aytqanidan o'rganib, tama ko'l bo'ladi. Anandan keyin mukammal bo'ldi bu naqsha. Ammo bugun mana Adila singlimiz o'sha sizniki yana boshqa muallimlar bilan yaratqisi. Ben Kadriye Toxtiyar. Bu yıl 19 yaş kirdim. Ben Ürümçi'den. Ben Şinjan Üniversitesi'de okuyatıman. Ben adette Amabab uslubidagi Avrupa uslubidagi naqshlarni yaxshi ko'raman. Men bu qitimliq programga o'zimni sinash uchun qatnashdim.
ay yüzünü ko'rganda ay minib qaralmayman qo'shilmam turganda ay minib qaralmayman qo'shilmam turganda oy hasrat chektim oy yarni sevdim hasrat çektim oy yarni sevdim hasret çektim 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 yarni sevdim yarni sevdim oh, 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 oh. Ustozlar, tomoshabinlar. Mening ismim Qadriya To'xtiyor. Bu yil 19 yoshga kirdim. Urumchida Nazir Shinjong universitetida millatshunoslik kasbida o'qiyapman. Rahmat. Maktabdashganmiz, a? Bu naqshini o'zgacha uslubda, o'zingizning uslubida shunday yaxshi o'rindadingiz. Mening ko'nglimnikidek bir bu naqshida shunday bir ushshaq, bir pufraqlar bor-ku. Masalan, naqshida shunday bir ushshaq, bir pufraqlar bor-ku. Masalan, oy deb aldingiz. Asli u ya'ni mening ko'nglimda oy hasrat chekdim. Mushu hissiyat kam bo'lib qolganligi uchun men sizga o'rlamadim. Rahmat. Bu aydın ayrılamayman degan ayrılamayman. Bu naqsh Uyg'urcha. Hozir bizning Uyg'ur naqshlarımızda chet ellardimi? Jiq naqshlarimiz orla O'zbekda, Turkda yerda. Endi aydın ayrılmayman, ay yüzünü ko'rganda. Ay yüzünü ko'rganda hasrat chekdim, yarni sevdim. Mushtaqo buning asli bizning Uyg'urchasida. Shunday. Buni bir shoxladimi? Jiqadim itdi bu naqshni. Hozir aytdiq odamlar yomon olib ketdi. Qachon yog'ilsa bir armeniyalik bir ayol pianino bilan bu naqshni itqandan keyin Mandam et qiluvdi ekan deb aytib oldi. Aniq biroqli o'rildik. Burunqi bizning o'zimizning yetishda uslubi qilib qoldi-da. Burman avat vaqtimda to'liq kelibdi shunaqa jiqmayirlar kelib edi. Hammasi shu armeniyalik ayolnikidek edi. Bizning bir odatimiz bor-ku, o'zimizningini bak taqalmay boshqa birisi aytib qo'ysa yomon taqib tutamiz. So desem şarap begen örgülmey Qashqarning jugallari tug'ilsam bakam shunaqa. Ha yulduz aytgan ya vahha bu naqsh pul ketdi. Mush aydın ayrılamandim armeniyalik ayol piano bilan bir orkestr bilan aytdi. Shunday aytish uslubi sizmi? Sizning mana o'zgacha texmi bitib buni. O'sha bir yerlarni o'zgacha bir uslub bilan hozirgi zamon bir uslublar bu. Shundan texim shunday yaxshi o'rildingiz mana. Lekin mushning qulubni qilipi yana shu armeniyalik ayolning aytgan qilipi.
Herkes bizden burunki İziz Mahmut'un, Reşidi Davut'un, bularning aytganning neymiş emas. Avazınız bek yaxşıken, naqsh etishga bek ustakensiz. Nima degan aylantirdingiz, afroqchi bilan o'ng'ay emas aytmoq. Qadriya singlim, siz mushu aydan ayıray olmayman. Mushu naqshini naq maydonda mushunchalik puroq bilan aytish hamda shaxsan bizgimi sal tasqi to'xtaydi. Xil obdan mashq qilmasaqchi, mana naqshini naq maydonda mushunchalik aytishingizni ama o'ylamabdiman, ham shundoq chiroyli aytdingiz. Uni ustiga siz 19 yoshkansiz taxi. Bu naqshini mushunchalik o'zlashtirib, o'zingizga singdirib, uni tushib qopti-chi bu naqsha o'zingizga. Hozirgi zamon naqshisi har qanday uslubdagi naqshlarning eng go'zal, eng yaxshi texnikalarni qo'shib ishlatish imkoniyati bo'lgan naqshlarni biz hozirgi zamondagi naqshlar, hozirgi odamlar uchun xizmat qiladigan ommabop naqshlar deymiz emasmi? Shu alayliklarni to'liq ishlatish kerak. Shunday bo'lganda bu texnik mukammal bo'lgudek. Ammo buni siz cho'qim qila olaysiz deb o'ylab qoldik hech kim. Ikkimiz a? Hissiyat to'g'richi, hissiyat bak yaxshi. Aydın ay riyamayma, aydın ay riyamayma. Xulyonun naqshini anlagansiz. Bu kishi ashunda narsalarni ko'p ishlatadi. To'g'ri. Ulardan foydalanish. Bak aqlliq odam, ha? Aqlliq. Shunda aqlliq o'tishingizni umid qilamiz. Hissiyat to'g'ri, lekin mush hissiyat bilan ma'mizchi, sizda bir narsa bor ekan yurakda. Shuni so'zlaymiz endi. Shuning uchun sizningki qaroringiz. Mening qarorim bo'lsa, Talant sizde. Isil tem, abide alma ve limon temlik soda suyu. Kamera bizi tanış, yeydu hamma bu vaqtlar. Kamram bulmadı yiyecekçe kuvvet tapak umaklar. Umaklar, bulmak yeydu umaklar. Umaklar, kamran yeydu umaklar. Tanışıp yeydu umaklar. Kamran 360 gradus bu vaqtlar kuvvet bulmaqı. Her qitim mehr markasini ko'rganimda ixtiyorsiz onam mehrini eslayman. Anam dek mehrini vermezken hiç kim, anam dek düşünmesin olmaz hiç kim. Çeçenli mehirlik sığlaştırır iken anamla mehri çırayla. Mehri yürüşlük çaç sopulları. Indomie büdürlüğüne Indoneziya Indofood şirketining dunyoga dağlıq tayyor yemekligi bo'lib 1972 yildan boshlab ishlab chiqarilgan. 2005 yildan boshlab 90dan ortiq davlatga tarqalib, iste'molchilarning qizg'in olqishiga erishgan. Indomie büdürlüğüne xalqaroliq o'lchamlik bug'doy uni va sap palmiye qo'shib ishlangan. Hech qanday qo'shimcha tarkib qo'shilmagan, o'zgacha xurushlar silinib tayyorlangan, tamlik, yeyishlik, yuqori sifatli büdürlüğmen. Indoneziya mahsuloti Indomie büdürlüğüne. Çolpalar bilan rasm tushish intayin ko'ngillik bir ish. Hada, qanday qattiq chashdingiz? Atramas bu degan mehri. Diqqat-a. Mehri? Mehr alaydi so'qin parashuga har bir oilaga mehr ato qilg'usi. Her qitimliq mashqdan keyin Abidos koks sharbatini ichaman. Japoniya xizmatda Abidos koks sharbati menga hamroh. Abidosni bolalarmi yoqtirib ichadi. Nashtalar ham tomoqchikimi yaxshi hamroh. Abidos koks sharbati har vaqt har joydagi yaxshi ichimlik. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Abide soda suyi va meva sharbitini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abide biotexnik terapiya shirkati mahirlarga omad tilaydi. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehri yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Shifar biotexnologiyasi samimiy askar turi. Programmamiz hozirda boshlanadi. mening qarorim bo'lsa, Nurnisa Abbas xonim.
80 yillardagi bu zamonaviy kuyning qadriya bizga o'ziga xos uslubi bilan yetkazdi. Ishonamizki, Nurnisa xonimning yetakchiligida qadriya bizga texmi esil kuylarni sunmoqchi. Men Güzel Aksu diyarından kelgan Mihray Ablamet bo'laman. Men Urumchi shahridan Almira Qurbon bo'laman. Biz Xinjiang San'at instituti Sho'bi san'at maktabining diktoriyasichilik kasbiy o'quvchilari bo'lamiz. Bizning qiziqishimiz bo'lsa, ommabop usulga naqshlarni yoqtirib beramiz. Biz bu sahnaga o'z ortiqchiliklarimizni joriy qildirish maqsadida ham o'zimizning kamchiliklarini tuzatish maqsadida keldik. Ustozlarimizdan bizga yaxshi bo'lgan taklif fikrlarni berib, biz uchun o'rindiq aylantirishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ayrıldım sebepsiz senindir. Aktı yaş döktüm ay gözümden. Sevinip sürdün